Endi haqiqiy vulqon kuchiga ega bo'ling. Jinsiy zaiflik, peshobdagi noqulaylik va bepushtlik sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni tabiiy mahsulotlar yordamida bartaraf etish vaqti keldi. Vulkan mahsuloti erkaklik quvvatini tabiiy yo'l bilan oshirib, bir hafta 10 kun ichida natija beruvchi ishonchli vosita. Muammolaringizdan xalos bo'lishni va kuchingizni tiklashni istaysizmi? Unda quyidagi raqamlar orqali mutaxassislar bilan bog'laning va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Kuvayt va AQShning Eron droni yo'lovchilar aeroportiga zarba bergani haqidagi da'vosiga harbiy manbaning munosabati. Tasnim bilan suhbatda xabardor harbiy manba Kuvayt aeroportiga go'yoki Eron droni tomonidan zarba berilgani aks etgan tasvirlarning e'lon qilinishiga izoh berib, ta'kidladi. Bu tasvirlar dushmanning yolg'on sahnalashtirishi. U tushuntirib shunday dedi: Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi harbiy kosmik kuchlarining Kuvaytdagi Amerika nishonlariga dronlar uchirilishi yarim tunda amalga oshirilgan va nishonga tegishi ham yarim tunda, ya'ni qorong'uda bo'lgan. Vaholanki aeroportda dron aks etgan go'yoki e'lon qilingan video va fotosuratlarda yorug'lik aniq ko'rinib turibdi va ular kunduzi olingan. Ushbu harbiy manba ta'kidlashicha, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi harbiy havo kuchlari dronlarining nishonidan Kuvayt aeroportigacha bo'lgan masofa 40 kilometrdan oshadi. Bu ham Kuvayt aeroportiga berilgan zarbaning Eron dronlariga aloqasi yo'qligini isbotlaydi. Kongressmen Rashida Tlaib AQSh ma'muriyatini Isroilga harbiy yordam ko'rsatishda davom etayotgani uchun keskin tanqid qildi. Uning ta'kidlashicha, Washington Isroilga oq fosforli o'q-dorilar yetkazib berish orqali xalqaro hamjamiyat tomonidan bahsli deb hisoblanadigan harbiy operatsiyalarga bilvosita sherik bo'lmoqda. Tlaib oq fosfor qo'llanilishi og'ir gumanitar oqibatlarga olib kelishi, inson tanasida chuqur kuyish jarohatlarini keltirib chiqarishi va tinch aholi uchun jiddiy xavf tug'dirishini qayd etdi. Kongressmenning so'zlariga ko'ra, bunday qurollar qo'llanilayotgan hududlarda maktablar, shifoxonalar, turar joy binolari hamda ibodat maskanlari ham zarar ko'rmoqda. U AQSh hukumatini Isroilning harbiy harakatlarini qo'llab-quvvatlash siyosatini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Tlaib shuningdek Kongressni Livan bo'yicha harbiy vakolatlar to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilishga chaqirib, AQShning Yaqin Sharqdagi har qanday harbiy ishtirokini qonunchilik doirasida cheklash zarurligini ta'kidladi. Bizning hukumatimiz Isroilga oq fosforli bombalar yetkazib bermoqda. Bu qurollar inson go'shtini suyagigacha yemirib yuboradi. Ular tinch aholi, maktablar, shifoxonalar va ibodat joylariga qarshi qo'llanilmoqda. AQSh bu harbiy jinoyatlarga sherik bo'lishni to'xtatishi va Livan bo'yicha harbiy vakolatlar to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilishi kerak, dedi Rashida Tlaib. AQSh vakillar palatasi a'zosi aytadi: Eron bilan urush har bir amerikalik oilaga $750 tushdi. Richard Nil aytadi: Eron bilan bo'lgan urush tufayli amerikaliklar har bir bak benzin uchun 50% ko'proq to'lamoqda. Haftadan boj to'lovlari aholiga $1700 ga tushganining o'zi yetarli bo'lmagan. Chunki yangi baholashlarga ko'ra, Eron bilan urush oilalarga yana qo'shimcha $750 ga tushgan. O'tgan oyda inflyatsiya ish haqi o'sishini amalda yeb qo'ydi. Trampning surati tushirilgan $250 qog'oz pul kelayotgan narxlar o'sishi tufayli haqiqatdan ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu iqtisodiyotga nazar tashlasak, biz ketma-ket muvaffaqiyatsizliklardan boshqa hech narsani ko'rmayapmiz. Isroil rejimi armiyasi Hizbulloh bilan bo'lgan janglarda o'z yo'qotishlari ko'payganini ma'lum qildi. Sionistik rejim armiyasining rasmiy vakili aytadi: Isroil armiyasining Livan janubiga hujum boshlaganidan beri yaralanganlarning umumiy soni 1243 kishiga yetdi. Ulardan 72 nafar harbiy xizmatchi og'ir ahvolda. Yana 140 nafar yaradorning ahvoli o'rtacha og'irlikda, deb e'lon qilindi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.